o'zi qayerga olib kelding bolam? Ha, o'g'li setga ketgan, o'shaning uchun olib keldim. O'g'liz ham hozir kelib qopti, hozir gaplashdim. Mehmonlar kecha kutib olib tur. Men hozir. Ani o'rtog'im ham kelib qoldi. Yaxshimisan? Adam? Ketgan joyingga olib keldim, o'rtog'im. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Nima qilarding? O'rtog'ingni ovora qilib. Aytsang o'zim ham bu yerga kelaverardim. Kecha amakim do'konga kiruvdilar. O'rtog'im yaxshimi? Ha, rahmat. O'rtog'ing alohida chiqib ketgan. O'shandan beri onda-sonda bir keladi. Ertaga indin pensiyam tushib qoladi. O'shangacha mana buni temir daftaringizga yozib tursak. Ha, bemalol. Chiqib turing. Rahmat. Ko'chadagi o'rtoqlaringga iftor qilib savob olaman debsan. Top uyingdan qidirsang bo'ladi. Ota-onang duosini olish kerak. Amaki bir duo qiling o'g'lingizga. Ilohi amin. Hamma farzandga ham senga o'xshab otasini duosini olishga nasib bo'lib aylasin. Amin. Alloh. Savob olaman deb hammani aytibman-u, otamni aytmabman. Boringga shukr do'stim.